mushtagini chaladi va o'yin boshlandi. Hujum davom etadi. Mana shu yerning o'zida to'pni nazorat qilishyapti Surxon jamoasi a'zolari va yuqoridan darvozabon qiynaldi hozir. Mana qarang. Darvozabon ushladi va shu yerda chiziqdan to'pni o'tib ketmasligi uchun hozir Nemeli xavfli vaziyat va bu yerda foul bor. Hujumda foul do'stlar. Kondratyuk. Bu esa Nemeli. Men hali sizlarga aytib o'tgan. Qarang, yaxshi o'tdi Nemeli. Bu yerda himoyachi to'pni o'z darvozasiga tepib yubordi. Ya'ni avtogol ko'rishimiz mumkin edi. Lekin darvozabon to'g'ri joyni tanlagan ekan, qarang. Bilmasdan o'z darvozasiga to'pni tepib yubordi. Nemeli to'p uchun kurash olib boradi, lekin to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Nemeli to'p qoldi Qo'qonliklarda. Zarba, darvozabon ikkinchi urinishda to'pni egallab olyapti. Mana shunday harakat qilish kerak-da, ya'ni endi Olimpik Mobius Sunnatulla Hamidjonov Xorazm jamoasi. Zarba, rikoshet va darvozabon. Farq yo'q, nechinchi o'rinda joylashgan qat'iy nazar. Surxon jamoasining hujumi. To'p oldinga yetkazib berildi, yaxshi imkoniyat bor. Zarba va darvozabon o'z o'rnida. Zarba bilan yakunlandi nihoyat. Chap oyoqda berilgan zarba. To'p jarima maydonchasi ichida. Nemeli. Hozir bir himoyachi ulgurib qoldi-da to'pga. Kondratyukdan ajoyib uzatmani ko'rardik. Uzoq masofadan berilgan zarba esa noaniq. Kondratyuk tomonidan. Yo'q, bu oxirgi zarba. Malikjonov tomonidan berildi. Bundan avval himoyachi ulgurib qoldi. Surxon futbolchilar to'pni egallab olishdi, yaqinlashib kelishmoqda. Mana shu yerda o'tib keta olmadi. Lekin esa Friday-dan zarba ko'rishimiz mumkin va hisob ochildi. Uchrashuvda Surxon jamoasi a'zolari gol kiritishmoqda. Richard Friday dushanba kuni gol uryapti. 51-daqiqada keling ko'ramiz. Imkoniyat berib qo'yishdi. Mana ofsayd yo'q. Davom etyapti. Aldab o'tishga harakat qildi, qolib ketdi. Shu yerda tepib yuborish kerak emasmidi? Birinchi urinish, ikkinchisida zarba. Bu yerda biroz yiqilgan ham ekan 4-raqamdagi futbolchi. Yiqilib tushgan ekanda Asliddin Toshtemirov. To'p esa darvoza ustuna qarang. Darvoza ustuniga tegib qo'ldan chiqib ketdi. Hozir. Demak, Rahimjon Davronov qo'li tegdi to'pga. Yo'nalishni o'zgartirdi va darvoza ustunidan sekingina kirib ketdi. 0-1. Friday. Anvar G'ofurov tomoniga yurib bordi. Albatta yaxshi tomonlama. Xato. Yana Qo'qon jamoasi a'zolarining hujumi. To'p jarima maydonchasi ichida. Ofsayd yo'q edi-da hozir. Husanov, Tabatadze ham tayyor turibdi hozir. Mana bu yerda ofsayd yo'q edi. Shunchaki ko'tar to'pni darvozabon ustidan bo'ldi. Noaniq chiqdi zarbasi. Vaziyatlar bo'ladi. Sohibjonov va hakam o'yin qoidasi buzilganligini ko'rsatmoqda. 6-si jarima maydonchasi yaqinda turibdi. Darvoza tomon tepilsa kerak to'p. Darvoza tomon tepildi. Qo'qon jamoasi a'zolari esa hujumda Sohibjonov. Orqaga. Kimga bu to'p? Mana bu yerda imkoniyat bor.
Zarbani esa Muhammad Anas Hasanov amalga oshirdi chap oyoqda. Mana qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi va to'g'rilab kuchli zarba noto'g'ri ketdi. Sakrab ketdi shekilli to'p. Hop, kimning o'rniga tushadi Farruxjon Qodirov? Aytib o'tganimdek, Andrey Shipilovning rejasi hop darvozabon to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Yomon emas edi. Faqat buning uchun gol o'tkazib yuborishmaganida 2 marta qarang, qanday mana bunisida darvozabon zo'r o'ynadi va 12 daqiqadan ko'proq vaqt bor. Kromov yaxshi o'ynadi. Qarshi hujumga o'tib ketsa bo'ladi. Tabatadze mana bu yerda yaxshi imkoniyat bor, tezroq to'p oldinga yetkazib berildi. Hujum davom etadi. Darvozaga zarba va darvozabondan sev. Farhodjon Sohibjonov hozir hisobni tenglashtirishi mumkin edi. Fursat g'animat deb zarba berdi. Keling ko'ramiz. Qarang, o'ng qanotda sherigi bo'sh turibdi. Mana oshirsa bo'ladigan vaziyat. Lekin u tepda Muhammad Anas Hasanov bo'sh turgan edi shekilli. Chiroyli chiqdi kombinatsiya. Hujum chiroyli chiqdi va darvozabonga gap bo'lishi mumkin emas. Bu tomondan ekan. Outni qo'qonliklar tashlab berish kerakligini hakam ko'rsatdi. Qo'qon 1912 jamoasi tarkibida mana bu o'yinchi. Keling ko'ramiz. Offside yo'q. Mana qarang, e'tibor bering. Foydali ish koeffitsiyenti deymiz. Juda chiroyli pas Akromov. Xavfli vaziyat va qanday qilib yaqin masofadan kim qutqardi bu safar? Yaqin masofadandir. Men hisob tenglash deb o'ylayman. Qani ko'raylikchi, zo'r kombinatsiya. Yaqin masofadan zarba berilmagan ekan. Endi orqaga qaytayotib, yana orqaga qaytdi va darvozabon ham keldi. To'p yuqoridan. Darvozabon to'pni qo'lidan chiqarib yubordimi, ulgurmay qoldi. Hujum esa davom etadi. Turish kerak. Akromov. Darvozabon, ya'ni Qo'qon jamoasi darvozaboni jarima maydonchasi ichida. To'pni tepishga harakat qilyapti. Darvoza bo'sh qolgan. Darvoza bo'sh. Tepsa bo'ladi. Darvoza tomon zarba berildi. To'p maydonda qoldi. Ulguryapti futbolchi. Oldinga va hozir ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q. Aldab o'tmoqchimi? Aldab o'tmoqchi. Zarba, darvozabon o'z o'rnida. Hali vaqt bor. Oxirgi imkoniyat bersa kerak. G'ayrat Jo'rayev. Qaytarildi to'p. Tabatadze to'pni yerga yetkazib berdi. Qo'qon jamoasining oxirgi hujumlaridan biri. To'p jarima maydonchasi ichida bo'ldi. Endi bo'ldi. Hakam 30 soniya vaqt qo'shib berdi. Tugadi mana shu 30 soniya ham. G'ayrat Jo'rayev o'yin yakunlanganligini bildiruvchi xushtagini chaldi. Surxon jamoasi a'zolari kam sonli muxlislari bilan mehmonda juda muhim g'alabani qo'lga kiritishdi.